Assalomu alaykum hurmatli parandachilar, haqiqiy Brahma tovuqlari ishqibozlari va kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga hovlingiz ko'rki bo'ladigan zoti toza va juda baquvvat Brahma jo'jalarini sotuvga chiqardik. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Hozir hammasini batafsil tushuntiraman. Mana jo'jalarimiz holatiga o'zingiz baho bering. Bular hozir ro'parasi 1 oylik bo'lishdi. Ko'rib turganingizdek o'ta aktiv, sho'x, yem-hashakni juda yaxshi yeydi. Eng muhimi oyoqlaridagi patlar joyida. Zoti toza Brahma. Kasalliklarga qarshi kerakli vaksinalar va vitaminlar vaqtida to'liq berilgan, hammasi sog'lom. Xudo xohlasa olgan odam baraka topadi. Bular ota-onasi o'zimizda juda ham yirik va dahshat katta Brahmalar. Agar kimga qiziq bo'lsa va ishonch hosil qilmoqchi bo'lsa, Telegramdan yozsangiz, ota-onasining rasmlari va videolarini tashlab beramiz. Eng qiziq joyi, narxiga kelsak, hamyonbop qilib donasini bor yo'g'i 35 ming so'mdan beramiz. Bu yoshdagi toza Brahma uchun juda arzon narx. Ko'proq oladigan akalarimiz bo'lsa, yana kelishadigan joyimiz bor. Manzilimiz Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumani Pichletkada. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, videoni ko'rishingiz bilan ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki Telegramdan yozing. Jo'jalar soni cheklangan, ulgurib qoling. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga baraka bersin, salomat bo'ling.